Erkak urug'ini doimiy yuqori top darajada saqlashda sirlari. Birinchisi, kuniga 7-8 soat davomida yetarli darajadagi uyqu organizmni to'liq tiklanishiga yordam beradi. Ikkinchisi, haftasiga kamida 3 marta jismoniy faollik, ya'ni sport bilan shug'ullanish. Uchinchisi, sauna, vannalar tuxumlarni qizib ketishidan asrash. Sababi tuxumlarda tana harorati ko'tarilsa, albatta urug' foizi pasayadi. Zararli odatlarni tashlash, chekish, ichish va turli xildagi boshqa mahsulotlarni iste'mol qilish shunga o'xshagan urug' sifatini pasaytiradi. Ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Uglevodlar, fast foodlarni kamaytirish kerak. Qorin yog'i agarda kamayadigan bo'lsa, organizmdagi testosteron erkaklik gormoni ayollik gormoniga nisbati ortadi va bu urug' sifatini yaxshilanishiga yordam beradi. Kerakli bo'lgan vitaminlar, omega, vitamin E va vitamin D kabi organizm uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni doimiy ravishda dam olgan holatda iste'mol qilish. Bu tavsiyalar oddiy tavsiyalarga o'xshashi mumkin, ammo siz bu tavsiyalarga amal qilsangiz, sog'lom hayot tarzini olib borsangiz, 3 oy ichida urug'ingizning sifatidagi o'zgarishlarda juda ham katta yangiliklarni ko'rasiz.